efirdagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Şinjan Sho'xkeram xalqaro so'tchaklik shirkati Divoshka markasi alayda qo'llagan Şinjan Volqan madaniyat tarqitish shirkati ajr qilib ishlagan Shodlik minutlari programmasi. Men riyosatchi do'stlar Nigara Yalqin. Men riyosatchi do'stlar Suhrab bo'la. Son programmamizda alohida taklif bilan qatnashgan herkesi bir sahada kuzgi ko'ringan cho'lponlarimiz, to'r cho'lponlarimiz, Barna yigit chiroyli qizlarimiz bilan birlikda hammamiz yoqtirib ichib kelayotgan Divoshka markasidagi qaq suyuniki ishlab chiqarish jarayonini o'z ko'zimiz bilan ko'rib beqish shunaqla ishlab chiqarish jarayoniga birlikda qatnashib beqish maqsadida mana bugun Zavod rayoniga yetib keldik. Undaq bo'lsa oldi bilan programmamizni boshlashdan burun mahirlarning cho'lponlarimizning salimini bir yetkazib o'tamiz. Xo'sh, oldi bilan sizlarning guruhini boshlandik. Aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Men Turpan deyini kelib qoldik. Turpan xalqining aziz salimini ilib. Mana shu program orqali sizlarga ko'k ato qilsak, biz uchun eng sharaf va mehmonlar. Menki Habibullohdan hammalar o'tliq salom. Bugun bu Shodlik minutlari programmasi orqali sizlar bilan yana bir qitim yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Xo'sh, amdi biz tarafdagi maylar salmonlarni yo'l olamsizlar? Voy salam, ikraldı körürmenler, çizlik maç, duruşlama, hocam ballı xenimli çizlik. Çizlik körsek yapsa, bizim şu işki çizlik gipensek İngiliz, bakasılık bir küçük gün toplum mobil kepini kılışkaç bir şatlık elip gilelim kep kaldık. Hay do'stlar, yaxshimisizlar? Aktyor do'stlar Shakir Bariyosovning hammalar o'tib salam. Biz yana ko'rishib qoldik. Shodlik minutlari programmamizni qo'llab, yaxshi ko'rishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Qadrli ko'rmanlar, Shodlik minutlari programmamiz orqali sizlarga shodlik bag'ishlash bizning burchimiz. Bizning shuarimiz biz bayada kulki ba, biz bayada shodlik ba. Xo'sh, undaq bo'lsa, programmamizni boshlab ketamiz. Boshlab ketaylik. Bugungi Shodlik minutlari programmamiz yana o'xshashla 3 bosqich bo'yicha elib berildi. Birinchi bosqichimiz bo'lsa Yeshik to'shish bosqichi, ya'ni bizning bu yerda yuk to'shish mashinasi tayyor bo'ldi. Mahirlar yana o'xshashlar ishkidan 4 ko'rpoq bo'linib, 1 minut vaqtning ichida mushu bog'lam yeshikdan qancha ko'p, qancha ratlik tuzalsa shu guruhga tutgan hisoblandi. Ya'ni mushu 3 bosqich musobaqa tamomlangandan keyin birinchi bo'lgan guruhga Şinjan Shpariya savdo shirkati ta'minlagan oltin uzuk mukofoti hadya qilinadi. Uningdan boshqa yana hamma mahirlarga Şinjan Sho'xkeram xalqaro so'tchaklik shirkatining Divoshka markasidagi ichimliklardan bir yashikni sovg'a qilinadi. Shu mahirlar g'ayrat qilinglar. Undaq bo'lsa, o'yin qoidasini tushundinglarku, ha? Undaq bo'lsa, 3, 2, 1, boshlandi. Az kaldı ya, az kaldı. Ahırki 10 sekund kaldı ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koştu. Sizler kaç yaş basınlar ki sana baka ya? 1, 2, 3. 1 minut ichida 18 bağlam yeshikni biz bo'psizlar. Undaq bo'lsa, keyingi guruhdagi mahirlarning natijasi qanday bo'lar ekan? Oxirida bir natijalarini e'lon qilaylik, qanday? Xo'sh. O'xshashlam sizlarga 1 minutdan vaqt berildi. Tayyorliginglar bitdimi? Bitdi. Undaq bo'lsa, 3, 2, 1, boshlandi. Pek çarçıdınlar. Sana bakayla kançilik bastınlar ki. 29 bağlam. Sizlar jami 1 minut ichida 29 bağlam yeshikni besib bo'libsizlar.
Muborak bo'lsin. Undaq bo'lsa 3-guruhdagilarning ifodasini ko'rib baqaylik. Men müşahede bir işini qildimki, mal to'sh jarayonida oqsab ishlaydigan japakesh xizmatchilarning naqadar jafoda ishlaydiganligini his qildim. 1 minut 29 eshikni ochib, o'pkam o'rilib ketdi. Ashul kunni mushta o'xshash xizmat qilib qanchalik charchaydiganligini his qilib yetdik. Oqsab xizmatchilarga rahmat. Tayriqlab tutmu? Başakka tuqazı ta'tir sanaq başlandı 1 minut. 3 2 1 Farruh şükürden alınız. Yaxshi Farruh, şükür amsa qabadan gülküramayız. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To'xtadi. Farruh Shakribon amsa sizlarninki to'shig'an eshikni sanab baqaylik, 1 minutni ichida qanchalik to'shidinglar? Yigirma 7 eshik. Ammo qaraydigan bo'lsak, boyqa eshiklar shunchalik rakib chiqqan tezlarni hozir takla teksak o'rlib ketadimi? Sal qilib qoldi his qildinglar. Tasmika mol to'shmoq. Baytaska. Farruh Ancha-muncha. Xo'sh, undaqda sizlar 1 minutda 27 bog'lam mol to'shib bo'ldinglar. Ammo sal rasiz chiqib qoldi. Xo'sh, undaqda keyingi bosqichlarda davomli xayrat qilinglar. Amdi 4-guruhpa. Abeyka, Zulayat. To'xtadi. Jiddiylashyapmisiz Abeyka? Tayyorlanib bitimi? Redlik bo'lib sal azroq bo'lsa, rasiz tizgandan o'tay bo'lib ketadi. Yo'q, ham redlik ham ko'p bo'lish kerak. Ta'tir sanashni boshlayib o'taylik. 3 2 1 boshlandi. Abekam aldırmay işkide düşüyordu. Ta'tir sanaq başlandı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To'xtadi. Abekam baymuşu reddik tizsaqmı azraq bo'lib qolsa-mı bo'lamdi dedingiz-ku. Siz reddik tizganda kes qildingizmi? Meniki shu ko'z nuqtamda qaraganda shunda redlik shunda chiroyli turdi-ku hamda. Ammo menda qarsam sal rasiz his qildim-ku. Mam yoq o'lib ketay dedi. Yoq o'lib ketay dedi. Qarang hamda buni endi turmush qusundagi vaqtimizda turmushning yo'llari va egir to'qay bo'ldi. Bir kuni xo'shallik, bir kuni xafallik, bir kuni bir xil normallik degandek. Shuni o'xshash buni tüptü chizib o'lchamlik tizibetsimi, men qada taqtuq bo'laman o chaqda. Demak, degan turmushdan ilhom olib turib tizdingiz tanga. Shu qarta bo'lmasa tuz tizalayman men. Bu deganingizmi asosi bor, bo'ldimsa mayli. Mana birinchi bosqich musobaqamiz oxirlashdi bu bosqichda. Birinchi bo'lgan guruhda Muzaffar bilan Yumurxonning guruhi bo'libdi. Ikkinchi bo'lgan guruhda Farruh bilan Shahribonning guruhi bo'libdi. Uchinchi bo'lgan guruhda Zulhayat bilan Abeykamning guruhi bo'libdi. To'rtinchi bo'lgan guruhda Yunusjon bilan Shahzodaning guruhi bo'libdi. Muborak bo'lsin, mana bu birinchi bosqichimizning natijasi, ya'ni 3-chi bosqich tamomlanganda birinchi bo'lgan guruhga Xinjiang Pariya savdo chetik shirkati alohida ko'ngil qilgan oltin uzuk mukofoti hadya qilindi. Undan sirt Xinjiang Shohkeram xalqaro savdo chetik shirkati ta'minlagan Divushka markasiga qaqsuyi bir eshikdan sovg'a qilindi. Qadrli ko'rmanlar, ko'ryapsizlar. Xinjiang Shohkeram xalqaro savdo chetik shirkati Divushka markasi alohida qo'llagan Xinjiang Volqan madaniyat tarqitish chetik shirkati ajr qilib ishlagan shodlik minutlari programmasi. Xo'sh ko'rmanlar, undaqda bugungi o'yin turimizniki 2-chi bosqichga keldik. Ya'ni yashik qurashtirish bosqichi. Ko'rib turibdik, mana yinimizda Divushka markasiga qaqsuyninki qog'oz eshiklar turdi. Mushu eshikni eng tez suratda 10 dona eshikni qurashtirib bo'ladi. Buning vaqti xotirlab ma'lum. Eng oxirida qaysi guruhga eng tez suratda 10 eshikni eng o'lchamli usulda qurashtirib bo'lgan bo'lsa, shu guruhga yengani hisoblandi. O'yin qoidasini tushundinglarmi? Tushundik. Tayyorliklar bitdimi? Unda xo'sh boshlaymiz. 3, 2, 1 boshlandi. G'ayrat qilinglar. 10 eshik vazifda. Shahzoda g'ayrat qiling.
bolamdınız gayret kılın ha. Yaxşı, mana shundoq biz do'konlardan elib ichayotgan ichimliklarni zavod tikish xizmatchilar mana shundoq joppalarni o'rab qochalaydi emasmi? Mening yordamlash bergim kelyotdi, lekin rejissor faqat yo'l qo'ymaydi yordamlash berishimga. Üstüge koyuyorsanlar da tügidi tamam buldu deyim ha. Bulunlar tez. Örülüp gitmişsin şahzade, örülüp gitmişsin ha. Mükemmellikini pek oylaydık yatık Yunuscan. İlgisi çık gitmişsin dedi yani. Tamam, endi ikinci grupdaki mahirlerimiz. Birinci grupdaki mahirlerin ifadesi şundaq yaxşı buldu. Sizlerço tayyorliqlar bitdimi? Gayret kılınlar ondaq bolsa. 3, 2, 1 başlandı. İkinci grupda şu Yumurxanın ifadesi alaydırak yaxşı bolamdı nima voy ya. Müsəffər mi mana? Yaxşı, yaxşı, gayret kılınlar yaxşı. Şıkkınlarının süreti pekimi tezip ketdi o hem de tezleşip bağan süreti. Yaxşı, 6, 8, işkisi kaldı gayretli bittinler, işkital kaldı. En ahırkı bir tal kaldı Yumurxanın bitti mana. To'xtasin. Mana 10 yoshga motiz bo'lganlar qanchalik vaqt ketdikin, oxirida biroq deb beramiz bulamda. Undaq bo'lsa, qani. Qo'y Shakriban Farruh undaqda tayyorliqlar bitdimi? Undaqda 3, 2, 1 başlandı. Mana Farruhning qo'llari shuni achchilik kelyapti ha. Tizish jarayonimiz, tizishimiz o'lchamli bo'lishi kerak ha, to'g'ri. Yana 3 tal qoldi ya. Qo'linglar bilan 9 bo'ling. Bo'ldi. Undaqda ABK Zolayatda tadbir sanaq boshlandi. 3, 2, 1 boshlandi. Ha, Zolayat, qo'lingiz qilib kelyapti-da, biz suratini tezlasangiz bo'ldi. Abeka Zulaya sizden tez çıkmadı ha. Gayret kılınlar. Ha, to'shdi, vaqt to'shdi. Ha, Abeka qasddan oldirmadingizmi yoki? Yo'q, men uqmagan ekanman, shuni bilan abay deyishi vaqtda men oldirmay.
ig'ir besak 4-chi ulashga bir nim qilayli deb. Desam hızlı kıldık ağışaysak. Zulayat Biroq Zulayatdan faqat 4-chi bo'g'isi yo'q. yana qaqa ishlar bor yani. Ya'ni 3-chi bosqich bor, shunami? Ha, bo'ldi amsa. Mana bizning ikkinchi musobaqa turimiz g'alabalik tamomlandi. Bu bosqichda birinchi bo'lgan guruh bo'lsa Farruh bilan Shahribonning guruhi, ikkinchi bo'lgan guruhda Muzaffar bilan Yumurxonning guruhi bo'ldi. Uchinchi bo'lgan guruhda Abaykan bilan Zulayatning guruhi bo'ldi. To'rtinchi bo'lgan guruhda Yunus bilan Shahzodamning guruhi bo'ldi. Texmi qiziqarli o'yinlar yana davomli sizlarni kutmoqda. Qiynondoq bo'lsa 3-chi bosqichga kirib ketdik. Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar, Şinjan Sho'xkiram xalqaro sotsiallik shirkati Devushka markasi alayda qo'llagan shodlik minutlari programmasi. Xo'sh, endi o'yin turimizdagi 3-chi turga keldik. Ya'ni eshiklarga hudud qachilash bosqichi. Bu turniki qoidasi bo'lsa, har bir nafar mayirimizga 2 dona eshik tayyorlandi. Ya'ni musha oldimizki Devushka markasidagi xalq suyini eng tez suratda musha eshiklarga qachilab bo'lish kerak. Shikri taraf musha eshiklarga qachilab bo'lganda, ondan vaqtni to'xtatamiz. Qaysi guruhga eng tez suratda qachilab bo'lsa, shu guruhga utgan hisoblandi. Qiynondoq bo'lsa, tayyorliklar bitdimi? 3, 2, 1, boshlandi. Amdi natijasini eng oxirida e'lon qilaylik bo'lamdi. Amdi 2-chi guruhdagi mayirlar marhamat. Unda bo'lsa mayirlar sizlarmi qoidasini tushundinglar-ku, ha? Tayyorliginglarchi? Muzaffar sizchi? Bitti. Undaqda ta'tir sanaqni boshlaylik. 3, 2, 1, boshlandi. Ayaqlashdi. Undaqda 3-chi guruhninki mahirlari marhamat. 3-chi guruhdagi mahirlarimiz o'yin qoidasini tushundinglar-ku, ha? Qayta demadik-a? Tayyorliginglarchi? Undaqda ta'tir sanaq boshlandi. 3, 2, 1, boshlandi. Marhamat. Tayyorliginglar bitdimi? Bitti. Abaka tayyor bo'ldingiz. Ha, tayyorlab ketdim men. Unda boshlaymiz, ha? Ta'tir sanaq boshlandi. 3, 2, 1, boshlandi. Vaqt to'shdi. Qadrli ko'rmanlar, mana 3-chi bosqich o'yin turimizmi tamomlandi. Endi natijasini e'lon qildik. Birinchi bo'lgan guruh bo'lsa, Muzaffar bilan Yumurxonning guruhi. Muborak bo'lsin. Ikkinchi bo'lgan guruhda Farruh bilan Shahribonning guruhi. Muborak bo'lsin. 3-chi bo'lgan guruhda Yunusjon bilan Shahzodamning. 4-chi bo'lgan guruhda Abayka
Buyam bilan Suraya. Axir 4-chi bo'ldi ya, Beykama. Xo'sh, Mahirlar, mana natijani anglab bo'ldik. Bugun mana mush yeshiklarni ratlab, akirish, o'rab qochilash, hamma bosqichlarga o'zimiz qo'l tiqib qatnashdik, shundaqmi? To'g'ri. Endi oxirida Zuhrashkimizning yana kichikkinam talabimiz bor. U bo'lsa-mu, biz mushu o'rab qochilab tayyor qolgan mahsulotni bozorga yuzlandirish, setib chiqarish bosqichi deb tushunaylik. Endi bu yerda ekran oldidagi ko'rmalar hammalar ko'rib turibdi. Bu bizniki Shatliq minutlari programmasiga taklif qilib qatnashgan mehmonlar. Asosan mush aktyorlik talanti bekrak yuqori bo'lgan cho'lponlar, to'r cho'lponlari yig'ildik shuningga. Mushu ekran oldidagi ko'rmalarning mushu cho'lponlarniki mushu ichimlikni qanday usulda setib chiqardigando deb shuni qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Shuningga naq maydonda mushu talantinglarni bir namoyon qilib bersanglar. Apa keldingizmi? Voy bu. Qo'yla. Bir ish qilib ish qila. Palaydi aytamdi buni ishga dedim. 5 yang zulab qolmanda. Voy. Mushunda tizamda mayma qo'sqichi ketgan buni. Voy, apa taqshayvergansiz, tunugun yo'q, o'zingizni ishlatsiz ya, dastlab qilmadik. Bir yashikni mo ichib popsiz qarasam. Qilishdan belinchim o'tira sotimiz. Unda ishkil to'sil biz zavod bitmaydi, apa. Sen navas qaraqishib yo'sin, chashlarni pintokaslarni yon to'qila. Qaliyat pattimda modulmangda ishlar. Jon, qaylama agishni noynaqsh menimiz agidigan bo'lib qoladi, ammo o'limdiga ishni qilmab pul topsak, o'laniga bo'lmaydi. Bugun biz jabamiz merilmay mol sotimiz. Qara apa, cho'lpon akamiz. Cho'lponchu, abay akam. Kim cho'lpon degan? Abay akam, abay. Voy, chaqirib oldi. Voy, abay akam qanday yaxshimi? Voy, qanday ahvol? Mag bichizlar. Mag voy. Voy, sizlar biznigiz bizni pes kep qildi adamsiz shuma. O'zimizni motop qo'ydik. Saçım bala, hemen o'stirga. Voy, ma cho'kan xinimi chiroyliqkina. Voy, bo'ldi tushundim. Daqtaq cho'kanni sanam deb. Apam bo'ldi. Mening o'g'lim qaysi? Yenidan to'ndim, qo'lim bek. Qo'lda kamalgan bo'ldi. Abimda qudlashib qalsaq ichib emasma cho'kan ya kilam. Mo'jon qondaqa demdan bo'lsa o'g'iydim. Dadangni qilib men nochilik qilib keltirgan meni. Voy, qo'ysin. Oyong qochdi. Mo'jon. Sen onu pembe koyslar. Qaratib chiqdi. Mağu. Men dükkanchi. Mush xon bozorining do'qmishda 30 yil bo'ldi. Mush qatiq sotgandan boshlab hozirgacha mushu ichida tiniqi va edamlam setib boqmadim. Qolgan jirim mallik setib keldim sizlar. Mağu. Yili dadam zamonida kasa deydigan yiliq qoqsi shu. İç boqsa. Qo'y, ich o'tib bu isrof degan deslab qo'y. Bo'lib mayli. Sizmi ichib qo'y? Bo'ldi. Ma'si. Otqach. Shuni ochdan isrof bo'laman. Bo'lamdiki. Bo'ladigan men anglagan bu qoq suyini bek foydali dedimiş bedenge. Bu Devishka markalık ekan qayslar? Devishka markalık dedi. Mushu bal markalık bu endi. Endi shu. Bu ma ishkini og'zini ichib ma ishkmi pach bo'ldi. Ma ta'mi qandaroq ekan. Ta'mining bek ko'ngil tuzgan bir bu ma devishka markalıkniki shu foydalar nimaga foyda etsangiz 3 ay egilgan. İşçitarlar. Onun kendinden muş kavziyat qatarlıqlarga manfaat qiladigan mavi yer. Alımız bu da aldık mı? Ben çıkkenim. Yok, manda qildik. Manda. Endi sizlar mavi baqağı chiqabsqan emas. Söyletilen böyle chiqabsqan. Ama ikki tal botulkini manda qilib eliqi pensilni shishda ko'tarib justirma to'g'ri olmaydi. Mushni bir balam o'rab qochila. Azam berildi. Yo'q, azam beramiz, ha? Men o'zing ishib qo'yg'in endi. Sap qo'yli. Mushu ishib qo'yg'in ma'mi qildi. Mani endi ma balam uydiki. Kelar bir telefon nomerlarini yozib olsak. Ishkadamga ishga shikli beramiz ya. Bir yeşik işkengemde şişletmana. Mava anınız nait gepki bu usta. Mal yetiştirmenimiz Hambazır'da anlıgan. Yarab qaptı mı balam? Kaç oldu? Ne oldu? Oy, mutamaya ağrıp ketdi. Bu bo'ldi, akasma o'zim bespray. Tit fit.
Tavişin şokan. Mana. Bo'ladi, bu qaqsuyliga foydali qiladi. Ma balam ishach ko'tarishib ichib tarsan. Aballar zon. Ma'qul, salomat bo'ling. Ma Yeyishdim jalsa. to'xt balam tilpun olar. Resimga bitishibdilar. Akasi mushuni qilam tushilar. Ma yangi kelabjon, so bu. Men so bo'mi kisam. Chiroq kus yaqin kelsa qanam sizni yemaymiz. Ha, huy. Ha, unda kichik kepazdek ingirangli yerjana. Ha, qaqsuydim jin tutib olmay gol. Ma unda darg'im qetib qo'ydim emsa. Maqa yanamlar. Maqa men paletga biraman palet. Ha, eshmidi qishlamashdi kelasa. Ey, man qayla. Juma. Voy. Sotqon degan mana. Ha. Uya berib be. To'rt eg'iz gapimni qilib qo'ysa, sho'rtim degan shu. O'zim sel tutib olacağım. Ocağıma tuttanı. Hani al kelçi. Tazlap. Voy. Qadrli ko'rmanlar, bugungi soat 3 bosqichlik o'yin turimiz to'liq tamomlanib bo'ldi. Endi natijani e'lon qilamiz, shundaqmi? Xo'sh. Bugun birinchi bo'lgan guruhi bo'lsa, Kimdi? Yumurxon bilan Muzaffarning guruhi. Muborak olsun. Bugungi musobaqa turimizda ikkinchi bo'lgan guruhi bo'lsa, Yunusjon bilan Shahzodamning guruhi. Uchinchi bo'lgan guruhi bo'lsa, Shahribon bilan Farruxning guruhi. To'rtinchi bo'lgan guruhi bo'lsa, Abaykon bilan Suloyatning guruhi. Abaykon bugun programma boshlangandilar. Bo'ldi, biz bugun 4-chi bo'limiz degandi. Rost degandek, Abaykonninki tinimsiz tirishchiligi bilan bugun rostlam 4-chi bo'ldi. Arzusi amalga oshdi. Bo'ptimi deganda. Ha. Xo'sh, undaq bo'lsa mukofot buyumlarini e'lon qilib o'taylik. Bizning bugungi mahirlarimizning hammasiga Şinjan Sho'xkeram xalqaro sotsialik shirkati Devoshka markasidan bir yashikdan qoq suyi tayyorlabdi. Onunla başqa yana bugun birinchi bo'lgan guruhidagi, ya'ni Yumurxon bilan Muzaffarning guruhisidagi qiz mahir Yumurxonga Şinjan Shpariya savdo shirkati ta'minlagan seriq oltin uzuk mukofotidan bir dona. Onun başqa yana birinchi bo'lgan guruhidagilarga Şinjan Kamera madaniyat tarqatish shirkatining ozg'ini ko'ngli baraka muborak bo'lsin. Qabul qilgaysizlar. Bugungi aziz mehmonlarimizga Şinjan Tavxoda elektronlik savdo shirkati Yilla markasininki teri asrash mahsulotlarini ko'ngil so'g'iz qilib qabul qilinglar. Onun başqa yana ikkinchi bo'lgan guruhidagilarga Şinjan Yerudi madaniyat tarqatish shirkatining ozg'ini ko'ngli baraka muborak bo'lsin. Qabul qilgaysizlar. Bugun 3-chi bo'lgan guruhga Şinjan Eiffel madaniyat tarqatish shirkatiniki tayyorlagan ko'ngil so'g'isi baraka qabul qilinglar. Xo'sh, mehmonlar, bugun oltin uzuk mukofotiga erishgan Yumurxonni sirt, ya'ni 3 nafar qiz mahirimizga Şinjan Shpariya savdo shirkatiniki Shpariya markasidagi yurishik mahsulotlardan ko'ngil so'g'isi baraka qabul qilgaysizlar. Onundan başqa yana bugungi programmamiz qatnashgan yigit mahirlarimizga asla yurishlik qizlardan mukofotlar tayyorlandi. Muborak bo'lsin. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, mana bugun aziz mehmonlar shunaqla cho'lponlarimiz bilan birga Devoshka markasidagi qoq suyininki ishlab chiqarish jarayoniga o'zimiz qo'l senib, ishlab tan qatnashib, parda oqisidagi xizmatchilarniki jafosini, ularniki ajrini his qildik, ularniki amgakiniki qadriga texmi yetdik deb o'ylayman. Qadrli ko'rmanlar, shuning bilan Şinjan Sho'xkeram xalqaro sotsialik shirkati Devoshka markasi alayda qo'llagan Şinjan Volkan madaniyat tarqatish shirkati ajr qilib ishlagan shodlik minutlari programmamiz vaqt munosabati bilan musharda oxirlashdi. Bizning shuarimiz biz boyada kulgi bor, biz boyada shodlik bor. Xayr xo'sh.